Qachon gazeta va internetlarda e'lonlar bermang. Ya'ni ismlar ro'yxatini to'ldirishda bunday faoliyatdan foydalanmang. Aytaylik, stalbalarda qandaydir e'lonlarni yopishtirish, bu ham to'g'ri kelmaydi. Insonlar gavjum joyda flayerlarni tarqatish ham kerak emas. Nima uchun bunday qilmaslik kerak? Chunki birinchisi, bu ish bermaydi. Ikkinchisi, bu sizning obro'yingiz va kompaniyangizni tushiradi. Va uchinchisi, ayrim kompaniyalarda belgilab qo'yilganki, mana shu ishlardan qo'llamaslik, mana shu uslublarni qo'llamaslik ham belgilab qo'yilgan bo'ladi. Ana shu qoidalarni, tartiblarni buzib turib, siz nima bo'lishingiz mumkin? Javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Bir necha xatolar haqida gaplashib o'taylik. Ko'plab uchraydigan xatolardan biri yoshlar faqatgina o'z tengdoshlari bilan ishlashadi degan xulosalar. Elektriklar faqat elektriklar bilan, quruvchilar quruvchilari bilan va hokazo. Balki to'g'ridir shu ham, lekin qidiruvlarda, poysklarda deymiz, siz o'zingizni cheklashingiz kerakmikin? Kim qilmagan ishni qadamni bosing. O'zingizni komfort zonangizdan chiqing.